Qanaqa vес ushlab turishadi, vес ushlab turishni o'rgating deyishadi. To'g'ri ovqatlanish va kamida 5-6 oy shug'ullanish kerak bo'ladi. Zajigать qilib, отекlarni chiqarib, terizni mushaklarga yopishtiramiz. Mushaklarni suyeliga yopishtirish. Shunaqa qattiq, прочный shug'ullansa odam вес yig'maydi. Umuman qimillamay yeb yotaversangiz suv yig'ishingiz mumkin. Tana suv yig'adi, chunki limfa tugulari ishlamaydi. Limfalar ishlamagani uchun tana vес yig'masa ham suv yig'adi. Chunki har bitta yeyotgan narsamizda suv bor ichida. Bodringda ham suv bor, pomidorda ham suv bor. Shuning uchun manda 5-6 oy shug'ullanib, kema yana aylanib kelib qolishligini sababi shu отекlarni chiqarib ketishadi, yana kelib shunaqa объемga ishlab ketishadi. Atak vес joyida turadi. Vес tushishi mumkin. Yana dalshi davom ettirib, agar pitaniyaga rioya qilsa, keyin ora-oramda qarayman yo'q bo'lib qolib, paydo bo'lib qolganlarni oldiga boraman deb, keting shakarlarim battar bo'lgurlar. Men siz yashay olmaysizlar deb qo'yaman. Hozir qulog'iga borib, "Voyda!" deb kulib qo'yishadi.